Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat mo'minlarga xush keldinglar. Bugun qo'l do'stimiz, qarindoshimiz Abdurimjon bilan ko'pchilik qiziqayotgan bir ikki masala ustida qisqacha bir suhbatimiz bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli Abdurimjon. Jasorat mo'minlarga xush kelding. Aleyküm assalam, rahmet. Zaman bo'pti, qarindoshim seni ko'mgili salomat yaxshi turgansa. Allah'a şükür etiştik, selametçilik. Allah'a şükür. Hemimiz her yerde aman olaydı. Şu yakında köpçülük olğuluq vatkan bir mesele var. O bu sen şu Rabia Hanım'a şu 2017 yıldır etrafında yüz bergen vaka doğrusu da koygan 3 sualın. Bu cakadam okudu ve düşüngeldek oldu ama bana şunda bir teklifle geldi. Abdurimcan mümkün olsa şunu bir yiyiş bergen olsa. Yani o yazmışı, yazgınını okuyamaydıganlar buldu, okuyamaydıganlar buldu. Bazı mesela Uyghur yazığı yazılganlarını okuyamaydıgan qarindoshlarımızın var degandekde. Şuna bir Abdurimcan mümkün bo'lgan bo'lsa ekranga chiqib bir aniqlanmagan bo'lsa degan talab bo'lg'achqa bugun ekrandashdik. Bunun da aldı bilen sende soraydıgınım bu qandaq bir sebep bilen ve qandaq bir şarayitda kallanga şu üç sualını koyuş kep kaldı. Bununla bevasıta sebep olan amil neme? Bu qatımki yana bu 3 sualның özünü 2017 yılı Rabia Hanım'a vasıta arqılıq yetkizген sual etdi. Şu 2017 yıldaki şu Dünya Uyghur Qurultayı ve Ali Kengaş'ın 2. qatımlıq yığını dep onu bütün dünyadaki Uyg'urlar şu çağdaki təşkilatlarga qiziqayotgan Uyg'urlarniki xalqaro davası qiziqayotgan, xalqaro faoliyatga qiziqayotgan, aktiv bu işlərə qatnashayotgan Uyg'urlar hammasi biladigan bir masala, alamshumul bir masala bo'lib ketgan bu Dünya Uyghur Qurultayı, Rabia Qadir Xonim ve onunki isyonkor katibi orasidagi bu mojarolar shunchalik bir mashhur ish. Şu çağdan şu 2. qatımlıq Ali Kengaş yığınını Gollandiyada 7. ayın 21. günsi çağırım izlep tayyorlik qilib, onunğa bir qancha gün qolganda Rabia Qadir Xonim o'z yig'inini bekor qilib atgan, shunday bir voqea sabab bo'lganda shu vaqtda Rabia Qadir Xonimga xili ig'ir besim qilib WhatsApp'da, shu ijtimoiy uchur vositalarida xili ig'ir gap so'zlarni yo'llagandim. Şu jarayonda Rabia Qadir Xonim ve başka bu xonimni yaqindan qo'llaydigan kishilar bundaq bir hurmatsizlik gap so'zlarini to'xtatgan bo'lsangiz deb menga taklif bergandan keyin shu undaq bo'lsa Rabia Qadir Xonim oshkorlaydigan 3 masala var. Shuningga qanoatlanarli javob bersa, men Rabia Qadir Xonimga bundaq qo'pol muomala qilishni to'xtayman deb şu vaqtda 3 sualni mangdo'gan yo'llagan Rabia Qadir Xonimga. O'xshash sualni yo'llaganmi shu chaqda mı? Mo'sh qatimqi sualninki shu vaqtda o'xshash. Shuni shu chaqda Rabia Qadir Xonimga yo'llagan sualning mazmunini asosliq temasini men bu qatim o'tirg'a chiqardim. Bu qatim o'tirg'a chiqarishda nima sabab bo'ldi desa, endi Dünya Uyghur Qurultayiniki 20 yillik qurilish to'y murosimidan keyingi o'tirg'a chiqqan falan narsa parakandachilik deydigan şu sətçilikdən keyin andan keyin yana bir qatim bu işni Rabia Qadir Xonimdan bir so'rab yoki javob beralamdi Rabia Qadir Xonim. Javob bermay qolib qolsa, hozirgacha o'zim taxmin qilgan gumonim bo'yicha o'tirib qo'yib, unda olsa Rabia Qadir Xonimdan bu shunday xatolik bor, mundaq bir ig'ir xiyonat masalalari bor deb o'zim uni e'lon qilamanmi? Rabia Qadir Xonim shunga javob bersin deb qisqacha yozib onu Facebook sahifamga chiqarib qo'ydim. Rabia Qadir Xonim ovozliq javob yo'llabdi, onu ben anlamadım. Rabia Qadir Xonim menga javob berish majburiyati yo'q. Chunki bu masala Rabia Qadir Xonim bilan mening aramdagi masala emas. Bu millatning masalasi. Shuning uchun
Rabia Qadir Xanım'ı şu vaxtın özdə Dünya Uyghur Qurultayının reisi ve Uygurların lideri, manevi anıcı degan salahiyet bilan ötküzgen vaqa bolğanlıq üçün bunu şu milletke cevap veriş gerek dep Rabia Qadir Xanım'nınki bana yollagan cevabını anlamadım. Başka qarindaşlarıma cevap beripdi, o qarindaşlar bana yolladı, onu mu anlamadım, hemen öçürüp attım. Ben bu rast hakkımızdan bulmaydı. Çünkü Rabia Qadir Xanım bana o cevaplarını yollasa, ben onu anlasam, andakin bu mesele Rabia Xanım bilan ikkimizning arasındaki münazirga aylanıp kaldı. Siz anda kıldınız deymen, ben manda kıldım dep aşında talaş tartış oldu. O vaqtda bu meselenin oturup çıkıp aşkarlanışı, milletning aldida beradigan bir javoblarning o'zi xususiy bir narsaga aylanib, o qiymatsiz narsaga aylanib qoldi. Keyin xonim qo'p, men sana javob berdim bu. Yana nima demak istayang deb, menga bundaq nimani qo'ldan olaydi da taktikini. Şoňa xonimning gapini anladım. Mesele şu. Endi bu qatim bu 2017 yıldan keyin hozirgi 7 yil o'tgandan keyin bu 3 savolni nima uchun takrorlab qoldim deganda, shu Qurultayning 20 yillik to'yi degan shu davron bilan keyin aql ulab chiqqan bu satchilik, nima deymiz endi Uyg'urchadan tegishganmaydi buni. Jinsiy parakandachilik. Jinsiy parakandachilik deyilgan gapga unda asli jinsiy degan gap bo'lib, bu bir qo'pol bir gap, ammo g'arbning tilida ashuni ishlatdik ekan. Aslında bu bir ahlaksızlık ilişki buldu. Uygurca cinsi parakençilik, cinsi falan diyen narsa basqonchi, yendek set bir narsalar ifodalandı. Endi ma g'arbniki de bir ayollarga chaqchaq qilsangmi, ashunda xat yozsangmi, men sizni yaxshi ko'rib qoldim da. Ayol o'tkitib ayolga aqaqini tekrar bir qancha qitim qarasangmi, buni shu jinsiy parakendachilik degan shu so'zlar ifodalaydi. Bu qonuniy sözge mıda qaraganda hem ahlaki hem kanuni. Muşu parakendachilik o'tirib chiqib, yani satchilik o'tirib chiqqandan keyin andan keyin Rabia Qadir Xanım nima uchun yushurdi? Rabia Qadir Xanım 2017-yili 7-oyning 18-kuni shu vaqtdagi Oliy Kengash yig'inini bekor qilib o'tish to'g'risida e'lon qilgan bayonotni. Shu bayonotni e'lon qilishga nima sabab bo'lgan? Eğer şu vaqtida şu bayonotni e'lon qilmagan bo'lsa, mustahkam turgan bo'lsa, Oliy Kengash yig'ini ochilgandan keyin ND'ninki Uyg'urlar ichidagi xizmat qiladigan bu qurultayniki bosh kotibini Arif ND vaqfi, yani Uyg'ur demokratik vaqfi degandek bir cho'ng bir tashkilot bilan ular ayrim masa qurultayni andan o'z aslidagi Uyg'urlarniki, ya'ni Sharqiy Turkiston, Uyg'uristonning mustaqilligi uchun harakat qiladigan mundaq bir eqimga yetaklab, andan sürgün hukumat va haqqi mustaqillik hareketlerini yetaklaydigan tashkilotlar ve mustaqillik uchun harakat qilayotgan tashkilotlar bilan aradagi munosabatni yaxshilab, bunda bir yaxshi yo'lga epmeniz bu plan tuzilayotgan chaq shu. Shundoq bir cho'ng ishning o'zini Rabia Qadir Xanım qandaq bir besim ostida bekor qilyapti. Endi 7 yil o'tgandan keyin bu shumliq bilan boshlangan bu ishning natijasi shumliq bilan bir qatim xulosa chiqdi. Endi Rabia Qadir Xanım bunga javob berish kerak degan nuqtada shu maqsadda buni men bu qatim yozma e'lon qildim Facebookda. Asli burun Rabia Qadir Xanımga WhatsApp orqali yozib yoki so'zlab yetkazgan. Shu 3 savolga javob bersin Rabia Qadir Xanım. Birinchi savol endi shu Bobur Maqsud masalasi. Bizning Uyg'urlar ko'ni gapni takrorlagandan foydasi nima deb oldiga qarab turmadigan, oldiga qarab mengaverib, oqibatdagi ishlar buzilib, chugilib mangadigan natijasi ba'zida yomon tarafga chiqadigan ashtaq bir odatimiz bor. O'tib ketgan ishdan savoq oladigan, bundan keyin bu shundoq bir xatolik takrorlanmasin deb, ondan savoq elib, ibrat elib menayotgan ve bundan keyingi manglagan yo'llarga bir endizi hazırlaydigan, yo'l tayyorlaydigan bundaq ahvol Uyg'urlarda asosan yo'q arkadaş. Men chet elga chiqmasdimmi, shunda qaraydim, chet elga chiqqandan keyinmi hozirgacha mana
30 yıl oldu. 20 dep oldu. Ben de 20 yıl, 25 dep oturdım. Hemen çeteli çıkılı 30 yıldan işip ketdi. Ha. Maş 30 yılın aşkan bir jarayanda, mayli otur Asya'daki vaqtlarım bolsun, mayli Germaniyadaki vaqtlarım bolsun, fakat muş Uygurlarning tashkilotlari bilan Uygurlarning tashkilotlarining ichi va sirtida yaqindan atrofida aylanib yurib, ba'zi chog'da qarshisi turib, ba'zi chog'da ichiga kirib qo'llab, ba'zi chog'da taklif berib, tanqid berib degandek, mushu 30 yarim yillik vaqtda mushunga o'tib ketdi. Hı hı. Bu jarayonda yana bir qatim haqiqiy bir erkin dunyodagi fikrlarni xulosa qilib o'tirib qolsam, Uyg'urlar o'tgan ishlar bilan qat'iyan buni niqmaytga, ibrat olmaytga, tünügün qilgan xatoligini atlik yine tekrarlaydiga, tünügün qilgan xatolikdan bugun bir yakun chiqarib, bu xatolikni biz qilibmiz deb Hı. uni o'tirib qo'yishdan o'zini qochiradigan, yushiradigan, Hı hı. atlik ayna xato ishni qilaveradigan. Ha. Mushu endi Rabia Qadir Xonim buni xulosasini chiqarish kerak. O'tirib qo'yish kerak. Buni javobini o'tirib qo'yish kerak. Shu vaqtning o'zida yana 2017-yil 8-oyda Rabia Qadir Xonimga shu 3 savolni yo'llagan chig'imda orqa kelgan vositaga debdiki. Hı. Birinchi meni bunda qistimsin, menga azar bermisin, anat qilmasin, ba'zi gaplarni digil oldu, ba'zi gaplarni digil olmaydi. Hı. Men mushu bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga reis bo'lib o'tgan mushu jarayondagi voqealarni Hı. bir kitob qilib, xotir qilib qoldirdim. Mushuni men kitob orqali nashr qilaman. Shu vaqtida Hı. butun xalqimiz buni biladi deb javob beribdi. Hı. Ma'qul dedim men. Allohdan bir yil o'tganda Rabia Qodir xonim Avstraliyaga bir safarga ziyoratga bordi. Shu vaqtda hozirgi Sirg'inlik hukumatning hozirgi prezidenti Mamtun A'lo, doktor Mamtun A'lo efendi Hı. naq maydonda bir suhbat uyushtirib, ba'zi bir gaplarni so'radi. Hı. Shu suhbatda Rabia Qodir xonim dediki, men kitob yozib qo'ydim, yana shu o'xshash Hı. gap. Xudoyim bo'lsa, bu kitobni men o'lib ketgandan keyin nashr qilindi, shu vaqtda bir ishladi. Senin qarizingda mushu kitobning yozilgani rostmidi? Endi men 10 yildan burungi vaqtim bo'lsa cho'qim rost deb qoladim. Aha. Ammo beshimizdan bunchalar ish o'tgandan keyin yana qolib rost bo'lishi mumkin deb o'ltirmayman. Buni ham ularni yo'q gap deb qarayman. Ha. Yolg'on gap. Tamam. Sen baya birinci sualında Babur meselesini tilgağanlıqını sözlep öttün. Bu Babur meselesi kısaca bir eslep ötemse çünkü hazırki yaşlar bilmeydi bu işini. Buldu. Endi bu Shvetsiyada yashaydigan Bobur Maqsud degan bir odam bor. Buni shu 2010-yildan 2010-yil bu odamniki tutilib, sotlanib qolgan chog'ida shu vaqtda Uyg'urlarniki tashkil ishlari qiziqadigan kishilar buni biladi. Undan keyin qiziqib qolgan yoki keyin bu ishlarga aralashib qolgan bo'libmi Xitoyniki lager echish masalasi bilan vatanniki aloqani uzayotgandan keyin andan bu safga kirayotgan o'nmalgan odamlar bu ishlarni asosan bilmaydi. Hı hı. Bu qanday bir ish yo'q edi Bobur degan ajab bir gap keldi. Buni tushunmaydi. Ham Bobur Maqsud deb bir odam Shvetsiyada siyosiy panohlik talab qilib yashayotgan bir odam bor-ekan. Hı. Bu odam 2010-yili shu 6-oy mezgilda uni jilnamlarini yozib qo'ygandim. O narsalarning qimmati yo'q deb Ha. ahamiyatini bermedim. 2010-yil 6-oy mezgildimiki Shvetsiya jinoiy ishlar soqchilari tarafidan tutqun qilinib, Hı. josuslik jinoyati bilan 1,5 yillik kesilgan bir jinoyatchi, ya'ni Uyg'urlarga qarshi Xitoyga ishlagan bir josus. Hı. Endi bu josus odamninki tutilish jarayonida endi Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga Uyg'urlar to'g'riliq materiallarni epmangan chog'da yo'l ustida tutilib qolgan deb shunday axborot chiqdi. Hı. Shvetsiya soqchi idorasi, jinoiy ishlar idorasi shu josuslikqa oid deloni betaraf qilgan soqchi tarmoqlari bu odam delolarini tekshirib, Uyg'urlarga chet eldagi Uyg'urlarga qachon aralashgan, Hı. qaysi davlatdagi Uyg'urlar bilan kimlar bilan aralashgan to'g'risidagi harakatlarni, buning josuslik obyektini tekshirish jarayonida
bir Şvetsiyanın Dilo gazetida e'lon qilingan bir material var. O gazetni 2010-yili 2010 yıl demiş o. Şu vaqtda internetden tushirib saqlab qo'ygan edim. Hozir uyning qanday yer qilganligi bo'lmay ama konu material bo'lib ketdi. Yani bunu tercüme qildirib, şu vaqtda biz bizningki Azatlık to'ri deb bir tor betimiz bordi. Şunu e'lon qilamiz deb Shvetsiyadagi ba'zi qarindoshlarga avatdiq, Uyg'urchaga tarjima qilib beringlar ravanda. Ular tarjima qilib azroq tarjima qilgandan keyin ba'zi bir mas'uliyat, ya'ni ichki bir majra kelib chiqilgan taraflarni bayqadim. Shuning bilan uni tarjima qilishdan chekindi. Shuning bilan Uyg'urchaga tarjima qildiran bo'ldik. Men shu vaqtdagi Google'niki tarjima mashinasida qisqacha tarjima qilib, onun mazmunini tushunib, o'zim bir maqol yozgandim Azatlık to'g'rida. Şu mazmunni keyin Rabiya Qadirxonimdan şu 2017-yili so'rgan savolimki bismi shu. Bobur Maqsud bilan bo'lgan munosabatni oshkorlash kerak deb. Endi bu Bobur Maqsud Uyg'urlarga qarshi yine Xitoyga josus bo'lib ishlagan bu jarayoni oddiy bir jarayon emas. Yani Shvetsiyadagi Uyg'urlarning materiali yoki Dunyo Uyg'ur qurultayiniki materiali va hokazo namoyish tushgan resimlar degandek bundaq bir oshkora hamma odam bildigan Xitoylar o'zi kelibmi qo'lga tushira olgan bundaq bir materiallarniki Xitoy elchixonasiga etmenish jarayoni emas bu. Buniki Bobur Maqsudning qo'lida Rabiya Qadirxonim qilgan bir vakolatnoma bor. Bobur Maqsud mana vakolatan Xitoy hukumati bilan so'zlovchi salohiyatiga ega deb imzo qo'yib qilgan bir xati bor. Ki bu Bobur Maqsud tutilgan chog'da biz uni josus deb dunyoning hamma yerda internetda tililgan chog'da oshkorildi. O Bobur Maqsudningki vakillari va o'xshaydi qaragan chog'da o Bobur Maqsud materialni chiqaramaydi, ammo Bobur Maqsudning vakolatchilari ham dunyoning qanday yerda bor. Cho'g'da Amerikan to'riga hammamiz kiradigan bir to'rdi. Shu to'rga andiki vatanim o'rg deb shu qurultayniki kotibininki qo'l ostida ichilgan bir to'r bor sho'da. Şu torulda e'lon qilingan, şu resimlik e'lon qilingan. Endi Shvetsiya saqchi idorasi, ya'ni shu josuslikqa oid, ya'ni bexatarlik ishlariga mas'ul saqchilar ash dilogesi e'lon qilishicha, mushu Bobur Maqsudningki Germaniyadagi Uyg'urlar, Dunyo Uyg'ur qurultayidagi mas'ullar va Rabiya Qadirxonimga munosabatlik ishlarni aniqlaymiz deb 4 dona saqchi Germaniyaga 4 qatim, Amerikaga 2 qatim bordik. 280 ming euro iqtisodiy chiqim bo'ldi. Ammo Rabiya Qadirxonimdan qanoatlanib javob berilmadi deb yozib turibdi. Endi bu Rabiya Qadirxonim qanday yerini maxfiy saqlab qoldi degan chog'da Germaniyadagi 2 shaxs bo'lgan ishni hammani debdi. Masalan, birisi Abdujalil Qarqash efendim, bu Sharqiy Turkiston Information Markazininki direktori, qurg'uvchisi, aktiv faoliyatchi kishi. Bobur Maqsud Germaniyaga Myunxenga kelsa, shu vaqtdagi Myunxendagi Abdujalil Qarqash efendimning ishxonasiga kelib, dandaklarda shu yerda turib, ahvollashib, suhbatlashib, ashundoq ketdi ekan. Abdujalil Qarqash efendi shu jarayonni debdi. Haqiqatan Myunxenga kelsalar, men qachon kelib, atanga ahvollashib o'tirdik, choy ichib, işte o'tirdik. O adamniki neriberi chiq ishlarini bilmayman, vatanda Xotan viloyatida vali bo'lgandamda ashta bir kadrov ishlaganka, keyin jazolanib uzun yil turmada yotganka, keyin asliga keltirilib pensiyaga chiqib, shu jarayonda andakin Shvetsiyaga kelib ishlaspanaqlar qilibdi-ka. Shvetsiyaga kelgandan keyin bir tashkilot ishlarga aralashib yuridik. Shunga Germaniyaga kelsa, meni qishimga kelib işte ko'rishib ketadi, uning boshqa ishlarini bilmayman deb uni javob berib yine birisi qurultayning shu vaqtdagi boshqa tivi onundan so'ragan savollarga endi onunki bergan javobi mundaq qilmishadi, oshkorlab buni. To'g'ri ishlamas. Chunki Shvetsiya sud idorasidan o'tirib qo'ygan narsa. Bu adam bilan Bobur bilan sen qanday tanishqanding, qachon tanishding degan chog'da 2000-yili Estoniya poytaxti Tallintda biz yoshlar qurultayining saylam yig'inini o'tkazgan umumiy yig'inni. Shu yerda tanishgandim.
Ondan keyin qandaq aloqada bo'ldi desa, biz telefon aloqada bo'ldik. Oyda bir qatim telefonda suhbatlashib turardik. Yılda 2 qatim yo 3 qatim uchrashatdik. O uçuruş jarayoni qandaq bo'ldi? O kelamdi yoki sen baramdi onun qaşığa deganda ekan. Ba'zi chog'da o odam keldi Germaniyaga, ba'zi chog'da men bordim Shvetsiyaga. Yoki bir sayohat bilan yoki faoliyat bilan borgan chog'da uchrashdik. Endi telefon aloqangizda qandaq bo'lganini qaraylik, oyda bir qatim so'zlashdik. O telefon qilamdi yoki sen telefon qilamdi degan savolga ba'zi o odam telefon qildi, ba'zi men telefon qilib har oyda so'zlashib turardik degan. Endi bu belki mındaq personal berib kelish, odam o'zi berib kelish masalalarini alayda kamera bilan, atrofdagi kuzatchilar bilan kuzatmasa, qachon bordi, qarorlik bordimi, qarorsiz bordimi, kim bordi, kim keldi, onu bakma nima tushib ketmaydigan narsa. Ammo telefon aloqa hech kim yo'shirib qolmaydi. Ben onu endi esimde yo'q, men unda qildimmi, qilmadimmi bilmayman deb qutlamaydi. Ammo odam 2000-yil 10-oydan 2000-yil 10-oydan 2010-yil 10-oy, ya'ni Babur Maqsud josuslik jinoyatlarini tutulg'isilik oraliqdagi 10 yil ichida oyda qarorlik telefonda avolishib turardi debdi. Endi nima deyishgan, nima deyishmaganligini Shvetsiya jinoiy ishlar soqchi idorasi uni telefondagi deyishgan ovozini qachilab bergan, bitaraf qilgandir. Ammo bu yerki bir tugun Rabia Qodir xonimga berib to'xtab qoldi. Chunki Rabia Qodir xonimga Babur Maqsudga vakolatnoma yozgan narsa pek muhim. Bu qonuniy masala. Onun mazmuni aniqlanmadi, shundaymi? Nima to'g'riliq vakolatnoma u? Vakolatnoma ya şu dedim abiyam. Babur Maqsud ma vakolatan Xitoy hukumati bilan so'zlash salohiyati bor deb qilgan narsa. Bu yerda ba'zi inkaslardan qaraganda Rabia xonim Xitoy hukumati bilan dialog qurish uchun o'sha odamni o'ttirib chiqilib, bu odam berib Rabia xonimga vakolatan Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazish bir muddaosi bor degan gap bor. Sen bu mushaqda gumonlamsan? Ya gumon emas, men bilgan ish bu. Tamam. O Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatish degan bu gapimizni yoki Tibetning Dalay Lamaning o'ttirili deydigan bir narsa, paypoq narsa. 88-yili Dalay Lama shu Nobel mukofoti ilishdan burun shunga tayyorlanib, asla yumshab mangan chog'da 88-yili 6-oyda mana shu Strasburgda Yevropa parlamentida e'lon qilgan bir bayonotlar borki, shu 4 kunlik bir yig'in etib Strasburgda. Shu yig'indan keyin Dalay Lamaniki Xitoyga hukumatiga qarta e'lon qilgan bayonotlarda shu dialog o'rnatib, Tibet bilan Jungoning o'rtasidagi ziddiyatni 3-yo'ldan hal qilsak deydigan bir taklif o'tirib qo'ygan ekan. Bu kasal yuqib kelib shu Uyg'urlarni so'rab yurilgan ekan, shu qurultayninki oldikayindagi axborotchilar yo'q. Ba'zi tashkilotchilar shu vaqtlarda voy biz Dalay Lamaning yo'lda minishimiz kerak, o'ttir yo'l tepishimiz kerak deb so'zlab yurilgan edi. Bu oxir qurultay Rabia Qodir xonimning qo'li bilan jonlanib, BDTga berib, Amerika kongressiga kirib, Yevropa parlamentiga berib, bundaq bir nupuzga erishgandan keyin mushtaq o'ttir yo'lini topmaymiz deydigan bu narsa ulg'ayib ketdi xilbaklar. Ulg'ayib, onun ustiga Xitoymo vatanda yomon qirg'inchilik qilib, nihoyat ig'ir voqealarni sodir qilgandan keyin, endi biz bundaq Oqsaroyga berib, BDTga berib, ko'z eshitdik, o'ltirib masalamizni ololmaydi ekan. Biz Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatib, zodi Xitoy Uyg'urlardan nima talab qildi, Uyg'urlar Xitoy bilan qaysi nuqtada kelisha olamiz, oldi bilan shu Sharqiy Turkistondagi zulmni o'zini azaytish yo'lini topmaymiz deydigan bir paypoq gapni o'tirg'i chiqib, uningga Rabia Qodir xonim shu vaqtda meningki, endi bizniki o Rabia Qodir xonimni qo'llab va shu ishga aktiv bizmi qo'l tiqqan bir qanchamiz bor. Mushu bizning o'ylab qilishimizda Rabia Qodir xonim buni Amerika hukumatiningki talibi bilan qilyapti deb o'yladik.
Ya Amerika hükümeti şundaq bir Xitaylık yalıp o'run tisler, bunda sizler tuturup qaqşaverip, sizler işini hal qılamasanlar, bizmi bir işini hal qilib beramasak, Xitay o yerdagi xalqimizga zulm silib, bunda qilaveramison. Aldidan bir yo'lni jo'nshitib, sizlarni Xitoy Sharqiy Turkiston milliy bo'lgunchisi Sharqiy Turkistonni Jungodan bo'lib ketadi deb menda qilib turib oladi ekan. Bizmi aralashmaydi ekanmiz. Shunga sizlar yoki biz bo'lguncha emas, Xitoyning bir fuqarosi partisi biz. Ammo xalqimiz zulm salmasın deb mandaq bir yo'lni ochsanglar, shu yo'ldan kelib biz Xitoy bilan gaplashsak, bir ishni hal qila olamiz deb bergan o'xshaydi deb o'ylab qoldik biz. Biz shunday o'ylab qoldik. Jiq narsani o'ylab oldik, biz o'ylab olganlikdan aniq bilmay turib, o'zimiz o'ylab turib, mang'in qadamlardan jiq xatolashdik bizmi. Şu mesele oturup çıqqandan keyin bo'ladi unda bo'lsa biz Xitoy bilan qurultayniki yoki Rabiya Qodir xonimning guruhininki dialog o'rnatish to'g'risida biz oldin talabni tayyorlaylik deb 14 moddalik bir talabni tayyorlab muzokara qilib, uning nurg'oyalarini o'zgartirib, kirishtirib yurib tayyorladik shu 2009-yili tayyorlagan narsa o'zidan bir yilda baxatirlarini bor. Yani so'rab chiqib bo'lmadim. Tayyorlab uni maxsus adam orqali avatdik Rabiya Qodir xonimga. Pochta orqali avatib qolsak, pochtadan yine o'g'irlanib ketib qolmashanda. Checham Rabiya Qodir xonimning qo'liga bosonda odam orqali avatdik-da buni. Ishonchli odam orqali. Avatgandan keyin endi bu qiziq yeri, shu Rabiya Qodir xonimning bir ishqi shunday pasib muomala qiladigan ishini nihoyat ig'ir tanqidlayman. Men bundan keyin Uyg'urga rahbar bo'lganlar yoki hozir rahbar bo'lib, shu o'tirib yurayotganlar diqqat qilishga, ibrat ilishga tegishli narsa yoki passivlik qilishga bo'lmaydi. Rabiya Qodir xonim shu narsada passivlik qildi bizga. Bu material bizning qo'limizga tegdi. Biz buni ko'ryapmiz. Münasibət orunu tapşırdık. Ya ki Amerika Aqsarayga ya Köksarayning bizga bu təklif qoyğanlarga bunu bədik, körsətdik. Bir eğiz cavab yo'q. Ondan keyin bu Babur tutuldu deganlar chiqqandan keyin ondan keyin Baburni Rabiya Qodir xonim mushu Xitoy bilan Rabiya Qodir xonimning ya Dunyo Uyg'ur qurultayining o'rtasida dialog o'rnatishga kirgan bir dallol qilib tanlab bekitibdi degan narsa shu o'tirib chiqdi. Shundan keyin ig'ir afsuslandik. Endi shu Babur Xitoy elchixonasi ko'tarib ketayotgan qog'oz shu biz Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatishning oldingi sharti bu bizningki tayyorlagan narsamiz. Xitoy hukumati bilan berlar mau nuqtada gaplashimiz degan gap emas. Xitoy hukumati bilan agar dialog o'rnatmoqchi bo'lsak, bizning shartimiz nimadan iborat deb biz Amerikadagi shu bizga shu taklifni Rabiya Qodir xonimga shu taklifni bergan organga yetkazish kerak deydigan material bizning yig'inimiz. O Xitoy bilan bosh to'g'riliq gaplashsa bo'ludi degan gap emas u. Agar bizni qistagan bo'lsa, ya'ni Uyg'urlarni Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatishlar deb taklif berib, mushtaq bir yo'l minglar deb qistayotgan bir kuchlar bo'lgan bo'lsa, Amerika hukumati tarafidan masalan, bular bizning shartimizni ko'rsin degan mendaq bir o shartni uydamaydi, ular o Xitoyning undaq bizning qo'ygan shartlarimiz ma'qulmi demaydi yo'qlar. Bu badanda Xitoy uni tikirib tashlaydi yo'q qog'ozni ko'rsinmi. Ammo u Xitoyga ko'rsatgan qog'oz emas. Balki Rabiya Qodir xonim uni pishig'lab ishlab, shu Amerikadagi shu munosabat organga topshirdi, u organlar ko'rib chiqib Uyg'urlarning bundaq ig'ir sharti bo'lgan bo'lsa, bu shart ostida Xitoy bilan dialog o'rnatish bo'ldi deb biz musola qilamiz deb balkim siyib kirib uxlab qoladi ularmi. Shu material o. Endi bu Baburning Xitoy elchisiga epmangan popkada shu material bormi yo'qmi deydigan mendaq bir andisham bor meniki. Agar material bo'lib qolgan bo'lsa, nima uchun Shvetsiya hukumati bunu endi surishtirib, umumiy surishtirmadi. Bu materialni kim tayyorladi deb nima uchun bizning qishimizga kelmadi? Agar o material bo'lmagan bo'lsa, Babur maqsud tutilganda qanday material otib qo'lida? Bu nima gumanda qilib qoldi bu ishlar. Endi mening Rabiya Qodir xonimga qo'yilgan savolim, buni Shvetsiya hukumati nima Shvetsiya hukumati deyman. Shvetsiya shu jinoiy ishlar soqchisi Rabiya Qodir xonimdan so'ragan savol. Babur Maqsudni sizga kim tanishtirgan, qachon tanishtirgan? Babur Maqsudga vakolatchim deb xat yozib berishga kim oraga kirib turib, bu ishonchli odamda
kapolatlik bergan. Hı. Kimning kapolati bilan siz bu odamga Hı. o'zingizga vakolatchi qildingiz bu odamni deb so'ragan shu savolga Rabi'a Qodirxonim javob bermaklik. Hozirgacha sen demek iş katım sordun ama Rabia Hanım'dan bunun cevap gelmedi. Şundamı? Soqchiga javob bermadi. O'z vaqtida 2010 yillari jinoiy ishlar soqchilari berib, Shvetsiyaning soqchilari so'raganda, u odamni oshkorlamadi, orliqdagi odamni oshkorlamadi. Orliqdagi odammi, organmi, kim u? Endi Rabi'a Qodirxonim bu Bobur bilan undan tanishmaydi. Rabi'a Qodirxonim qurultayga reis bo'ldi 2006-yili. Reis bo'lib, o yig'inganni echib ketdi. Dunyoning ham yeriga bosh Shvetsiyada, Norvegiyada, ha? Yig'inlashdi. Ashqandan keyin Boburmi shu yig'inlarda bor. Hatto Amerikadagi shu birinchi qatimliq Uyg'ur oliy kengashi degan bir yig'in ochdi 2010-yili 5-oyda Xudoyim. Shu yerda shu Bobur Amerikada shu yig'indan bor. Munbarda so'zlagan rasmlar var Bobur maqsadida. Shu gazetda shu rasmni e'lon qildi-ku, josus deb. E'lon rasmda shu oliy kengash yig'indagi munbarda nutq so'zlayotgan rasmini chopladi. Demak, endi Rabi'a Qodirxonim uni tanımaydı. Tanımagandan keyin orliqqa bir odam kirib, mushu odam noati ishonchlik, salohiyatli, Xitoy hukumati bilan gaplasha oladi, yuz obro'yi va yo'li va mush odamni oraga kirdirsangiz, sizningki Xitoy hukumati bilan gaplashadigan yo'lingizni ochidi deb tanishtirmasa, Rabi'a Qodirxonim unga vakolatnoma yozib bermaydi. Xonim unda qilgan emas, u osonlikcha bikim yozib bermaydi. Chunki bunda bir vaka bo'lgan. 2008-yili Dünya Uyghur Qurultayıdan bir juriş 2007-yili bir juriş adamlar istifa verdi. İstifa etgandiki keyin Rabi'a Qodirxonim Germaniyaga kelib, bu qurultayni o'ng'ishlash jarayonida ijro komitetining raisi Olim Said o'tdi. U iziga Anvarjonni vaqtli tayinladi ijro komitetining raisida. Tayinlab ham Yevropada diplomatiya qildigan mening vakilim deb tayinladi yig'inda. Men bor o yig'inda. Anvarjon apandi bir dona qog'ozni yozib beribdi. Endi bu og'zingiz deb qo'ysangiz yoki men qurultayniki nizomnoma protokolda ishimiz bo'lmasa, men ismim bo'lmasa, bir yerga munosabat qilib Rabi'a Qodirxonim meni saylab qo'ydi, tayinlab qo'ydi desam, men ko'rsatgan isbotmi yo'q. Shunga menga bir varaq qog'ozni yozib, Anvarjon apandi Yevropadagi vakolatchi, ijro komitetining vaqtli raisi falan pistan deb shunga bir xat yozib bergan qo'lingiz bilan Rabi'a Qodirxonim 50 tak odamning orasida 10ni qo'yib turib, Anvarjon apandi meni kichik olib yuryotamsiz. Menga vakolatnomani yozdirib olib, mening nomimdan qanday ishlarni bajarmoqchisiz deb qo'shimcha rad qilgan Rabi'a Qodirxonim. Undaq, chunki Anvarjon shundoq fidokorlik qilgan, ham qurultayni Sharq Turkiston Milliy qurultayining raisi bo'lgan odam, ikki qaror. Dunyo qurultayi qurilgan chaqda uning ma'mur raisi bo'lgan, o to'xtamay faoliyat qilayotgan bir aktiv odam, Rabi'a Qodirxonimni shundoq jon bilan qo'llagan bir odam. Hech qadam bir odam. O'sha odamga shunday raddiya bergan Rabi'a xonim. Endi qanday qilib Bobur Maqsuddek bir et yo'q, sep yo'q bir soltakning o'ziga bu xonim qo'pib mening vakolatchim deb bu qog'ozni imzo qo'yib turdi. Demak, o'sha orliqda nihoyat cho'ng bir ish bor degan gap. Rabi'a Qodirxonimga Bobur Maqsudni ulab qo'ygan mushu o'ttirda bir narsa bor. Ya bu Xitoy hukumatimi? Endi Xitoy hukumati nima uchun Bobur Maqsudni o'zingga vakil qilib ol deydi emasdan. Xitoy hukumatida o'zi o'dilla gaplashmamdir xonim bilan. O'sha odam chiqadi. O Shvetsiyadagi bir ko'pchi bir josusni ish qilib, Rabi'a Qodirxonimga aytgan undaq bir vakolat chiqib bermasimi? Xitoy hukumatining u yerda buni vakil qilib berishga hech qanday bir mantiqli bir nimasi yo'q, tasavvur qilinmaydi bu. Demak, Rabi'a Qodirxonim ishonadigan birki Kaplat berdi. Endi boshini oshkorlamadi. Shvetsiya soqchisi nima uchun oshkorlamadi? Gap mana shu 2017-yil 8-oyda qo'ygan 3 savolning birisi shu. Kim tunishtirgan shuni oshkorlasin. Yoki qurultayning sekretarisi tunishtirganmi? 2000-yil 10-oyda tunishib, 2010-yil 10-oyda Bobur tutilg'ichlik orliqda 10 yil buni bilan munosabat qilayotgan shu odamning o'ziga kapolat berganmi? Siz shu Bobur bilan ish qilsangiz bo'ladi. Shuni Xitoy bilan gaplashishlarga vakil qilib o'zingiz bakkasingiz bo'ladi. Hujjat bersangiz bo'ldi deb o'sha tunishtirganmi? O tunishtirsa Rabi'a Qodirxonim biga atilmay ishlar, mushtak bunlar urushib yurgan.
Onunki ben kapalatnamesiga Rabia Kadir Hanım bu tuzakka dessemdi. Bu nayet sırlık bir narsaga aylandırıp koydu bu. Adli bir işti o. Ama Rabia Kadir Hanım bunu hatta Sivisiyanın sakçı idaresi dep vermey, çünkü sırlık narsaga aylandırıp ya bunu tunuyma desem bildiğin gap mesela. Ya mening tunuyken tukunu turmada bil yetiptike inqilab chiqqan tuqish kelisi. Şu tunuşturup koygan bana desem bildiğin gap. Ama yo'q, men uni demayman. Deb qarab turibdi, shuning bilan bu maxfiy qilib qoldi. Meningki Rabia Qodir xonimga eslab olgan 3 savolning birisi mana shu. Oshkorlik. Kim o zodi? Chunki agar Rabia Qodir xonim o'zinimki ish olgan bo'lsa, o'zining tijorat olgan bo'lsa bu ishlar. O chog'da mening haqqim yo'q, bu meni yuzimga tukishim haqli Rabia Qodir xonim. Ama bu millatning ishi. Buni oshkorlash kerak. Nada xato qildik, nimada xato qildik? Nima sababdan xato qildik? Buni oshkorlamasa, yana bir chiqib, yana xato qiladi. O'xshash xatolarni takrorlaydi. Millat bundan ibrat olish kerak, savob olish kerak. Shu hamda bir savol. Ama sen degandek 2017'de so'roq qo'yib javob olamabdi ekansa, bu qatim yana bir umid bilan javob chiqib qolar degan orzu bilan qayta qo'yishimmi yoki shu navbatdagi vaziyat taqozo qilishga nima deymiz, buning javobi jiqishlarga javob bo'la oladi-ku, agar javob bera olsa. Ben savolga bir Shu qayta so'rashimdan javob ololmadim dedim. Endi men bilaman, garchi sen bir mezgil jiqishlardan sal o'zingni jiroqlatganda ko'ringaning bilan ichingda butunda har kuni shu vatan millatning g'ami, shunga mau satchiliklar chiqqandan keyin, mau qurultay degan nimasi zavolliq o'zlangandan keyin Rabia xonimning vijdoni qaynab bo'lsa-mu bir javob berib qolarmi degan umidni qayta so'rashimmi? Endi buniki Rabia Qodir xonimdan men umid kutmadim. Javob berishni umid qilmadim, faqatlam ba'zi narsalarni bilmaganlar bilib qolsin. Rabia Qodir xonim nemani yushuribdi. Ya'ni Rabia Qodir xonimni qo'llaganlar bunda talvilarchi qo'llab, to'ponchilik qilib, monshalik uytib, o ayolning o'zi yiqilib tushgan chog'da hammasi tashib yetibdi deb kelgusi haqlar shu mavjud kishilardan nafratlangan bir ishlar bo'lmasin, hammasini xalq bilib qolsin. Rabia Qodir xonim nima yushurdi? Millat munosabatlik nimalarga xiyonat qilish darajasiga yushurib qoldi. Nima uchun daranmaydi? Agar Rabia Qodir xonim jur'at qilib buni deyotsa, yoki oddiy bir ish bo'lgan bo'lsa-mu, nima bo'lsa, buning javobi mashayikcha deb uch xalqqa deyotsa, xalq buni pis bo'lgan narsa. Endi meningki bu ishning oqisini ansiraydiganim shu qurultayning ichidan men ig'ir gumon qilmayman. Qurultayning o'zini gumon qilmayman. Qurultayning o'zini emas, qurultayning ichidagi nurg'unlagan kishilarni men gumon qilaman. Qadarlik odamlar, xuddi shu 44-yildagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga o'xshash tasavvur qilmayman bu ishlarni. Aşağıda Sivit'tir kirgen casus var, Sivit üçün Stalin için işleydiğen casuslar var. Xitoy Komünist Partisi işleydiğen Abdülkerim Abbasbek casuslar var. Gomindan'da işleydiğen casuslar var. Bir Cumhuriyet hükümetinin içi casuslarla tulup ketken. Şunda casuslar boğan, qancha 10 minglagan xalqimiz qon to'kib qurban berib azob qilib bo'lgan bir vatanning o'zini shu josuslar dushmanga ishga qo'llab tutqizib berdi. Masalan, josuslarning shumligidan u vatan shunday qo'ldan ketdi, davlat qo'ldan ketdi. Bunun qarag'anchig'ida bu qurultaydagi bir tashkilotlar, chet eldagi bizning undaq bir tashkilotlarimizning ichida azaldan josus bo'lishi mumkin, qurilishdan boshlab qatnashgan josuslar bo'lishi mumkin, yerin yo'lda aktiv xizmat qilish orqali saplangan josuslar bo'lishi mumkin. Uni josus yo'q deb qarab tug'ilmaydi. Josus bor. Endi shu josuslarni Rabia Qodir xonim bilmaydi emas, biladi deb qarayman. Ama nima uchun yushurdi? Ama shunga javob berishdan umiding bormi? Umid qilmayman. Rabia xonim bunga javob berolmaydi. Javob berishdan ya qo'rqidi, qo'rqida bir yer bo'lishi mumkin. Buni yushurmasa bo'lmaydigan
bir ishlar bo'lishi mumkin. Men ashta gumon qilmayman. Men nurg'un narsa gumon bilan qarayman. Oxir xullas chiqqancha da mundaqga deyman. Bo'lmasa asosli o'zim izchil qo'llayotgan bo'lsam-mu, mushuni oxiridan chuqur bir shumliq chiqishi mumkin degan ehtimollik bilan gumon bilan ashta nurg'un odatim bor meniki. Rabia Qodir xonim shunda qo'llab, hatto kitobini tarjima qilib, o'shunchalik daston yozib ketgan chig'indimi, Rabia Qodir xonimning hamon bir kuni men meniki chet eldagi inovatim 100 obro'y mush Rabia Qodir xonim bilan birga to'kildi degan. Ammo Uyg'urlar bek bo'shanib o'qishga obro'yim to'kilib ketmadi. Shundoq. Bo'lmagan bo'lsa, sen qash yuzing bilan o'tirib chiqib gapirsa, yo'qlar deb ketdi aslida. Ammo tugaydiki. Tamam adaş. Senin qo'ygan 3 savolingki birinchi savoliga to'liq javob olgan bo'ldik hesabda. Bugun vaqt munosabati bilan suhbatimiz musharchiga bo'ldi. Bugun ichida qolgan 2, chunki hozir 40 minut bo'libdi. Qolgan 2 savoling to'g'risida tafsili mushtaq muңdishimiz bilan suhbatimiz bo'ldi. Yana bir qatim ko'rishguncha omon bo'lgin. Xayr, Allohga omonat. Hürmetli qarindoshlar, biz yangi maslahat bilan programmamizni qisqa qilishga deyishgan. Shunga bugungi suhbatimiz mushagishi bo'ladi. Diqqatinglar bizning ekranimizda bo'lsin. Tugun ichida Abdurahimjon qarindoshimiz bilan bu suhbatning oxiri bo'ldi. Xayr, Allohga omonat.